Aziz do'stlar, Temurda mana 450 ming so'mlik zakazimiz qaranglar mana. Bularda hozir mana 3 kilolik narsamiz kelgan, 3 kilolik. Buning ichida ko'p bitrovkalarida, sifatkalar. Endi bular nimaga arzon desalar, hozir buni kallarimiz ishlab oldi. Kallarimiz ishlab oldi. Mana matda yozib qo'yapti. 100% nima? 100% politren deyapti. Bu degani baklashgan Xitoy bor-ku, Xitoyliklar yomon ekanda bular. Xitoyliklar mana baklashgandan mana Spark bitta baklashgandan bitta mana vitrovka deydimi, Sparkka deydimi, shuni yasab qo'yapti xullas mana. O'shaning uchun hali paxtaliklar ekan xullas. Mana ular ham kelgan mana vitrovkalar mana. Ularni ham ko'rlar, 1 minutda oshib ketmasin video. Ketdi. Mana ko'rsalar mana bu ham mana chiroyli, sifat zo'r, lekin bu ham baklashgandan tayyorlangan narsa ekan xullas mana. Bu ham 100%